Umidjon aka, mana hozir siz biznesmenlar bilan ishlayapsiz-ku. Ular qilayotgan tizimdagi xatolar nimada? Ko'pchilik hozir ko'rganim kichik o'rta bizneslarda tizim degani faqat HR tizimini tushunishadi. Ya'ni xodimga qanaqa standartlar, jarimalar qilib bersam, xodim ishlaydi deb o'ylashadi. Bu umuman noto'g'ri. Bu prosta xodimni boshqarilmaganligini orqasida qanaqadir ChatGPT'da yoki sun'iy intellektda yozilgan dokument orqasiga bekinib olish. Ya'ni mana shu dokument qilib bersam xodim ishlaydi, jarima qilib bersam, standart qilib bersam xodim ishlaydi deb o'ylashadi. Bu umuman noto'g'ri. Buni tadbirkorlar ko'piga aytganman, bu yoqmaydi. Bu o'zingizni menejmentni bilmasligingizni qanaqadir dokument orqasiga bekitish xolos. Ya'ni o'ylang, misol 9 dan 6 gacha ish vaqti siz standart qo'yib qo'ydingiz. Lekin mijoz 10 ta ham 9 da keldi. Siz unga xizmat ko'rsatishingiz kerakmi xodim? Xizmat ko'rsatishingiz kerak. Lekin xodimingiz aytayapti, "Yo'q, standart bo'yicha men 9 da ishga kelaman" misol uchun. Bunda biznes o'sadimi, o'smaydimi? Bizda O'zbekistonda hozir ko'plab bizneslar, kichik va o'rta bizneslar tizimlashmagan. Tizimlashmagan degani, demak, biz hozir kompaniyada qanaqadir oila sifatida bo'lib ishlashimiz kerak. Boshida startup holatida. Ya'ni bir-biriga yordam berib, ish vaqtiga qaramasdan misol uchun, kimdir 10 da keladi, kimdir 6 da keladi, kimdir 8 da keladi. Qanaqadir oila sifatida yaqin bo'lib ishlash kerak. Keyin kattalashganingizdan keyin, masshtablashaman, ya'ni kengayman, filiallar ochaman deganingizdan keyin o'sha men aytgan narsa, ya'ni standartlar, yo'riqnomalar, qanaqadir talablar joriy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin hozir kichik o'rta bizneslar ham ikkita xodimi bor ham tashqariga chiqib olyapti, mana shu dokument qo'yib biznes ishlaydi deb o'ylayapti. Bu ishlamaydi. Buni o'zlari ham bilishadi. Ko'pchilikka aytganman, bu yoqimsiz, lekin buni tan olish kerak.